Nechta qizingiz bor? 5 ta qizim bor. Deyishsaki, o'g'il farzand aytar ekan, ona sizdan Makka qarzim bor. Qiz farzand aytar ekan, ota sizdan jannat qarzim bor. O'g'li borlar davlatingizni, qizi borlar jannatingizni ehtiyot qiling. 3 ta qiz farzandni dunyoga keltirib, voyaga yetkazgan otaning, onaning qo'lida jannatning kaliti bor deyshadi. Nechta qizingiz bor? 5 ta qizim bor. Yaxshi ko'rasizmi ularni? Hisob shukur. Jonimdan ortiq ko'raman. Bekorga 1000 o'g'ilga alishmasman qizlarimni degan qo'shiq aytmagansiz. Albatta. Hozir qizlaringiz haqida she'r aytib beraman. Jonim bilan. Bir gap aytay, darrov qovoq uyushmasin. Onalari bu xabarni bilishmasin. Qolganlari mendan xafa bo'lishmasin. Yaxshi qizlar dadasiga o'xshaydilar. Iffatini ta'riflashga so'zlar kamdir. Haqiqatga xolis yaratgan hakamdir. Ayta olmaydi buni yolg'on deya kimdir. Yaxshi qizlar dadasiga o'xshaydilar. Erib bitar sog'intirgan qor, sepin yig'ib ketadi bahor. Yaqinlarning baxtiga doim qizalog'im, yaxshi ham sen bor. Minnati yo'q muhabbatingni, yonimdasan har kun, har tuni. Hayotimning yorug' yulduzi, qizalog'im, yaxshi ham sen bor. Qizim, ushbu so'zlarni eshitib tabassum qilishingni va kuch olishingni xohlayman. Qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar doimo seni qo'llab-quvvatlaydigan mehribon otangni borligini aslo unutma. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.